Salomchilar, bugun sizlar bilan Counter Gamer shahar qurish ikkinchi qismini olamiz. Qani ketdik. Hozir. Kimni istovas oldin qismda ustuni qurgandik, to'g'ri. Bu narsalar qurmagandik. Men bunda oldin yana bitta video oldim. Bu videoda qurgandim, lekin bu video ma'lum bir sabablarga ko'ra muammo chiqib, videoni oxirigacha ololmaganman. Og'riq stop tugmasida bo'lgan, lekin telefon o'chib qolgan. Bu bitta video bo'lgan. Keyin uni o'chirishga majbur bo'ldim. Chunki bu video bo'lgani uchun keyin boshqatdan olaman. Switch qurib chiqish kerak. Lekin oldingi uyimga o'xshab qurmayman. Oldingi uyimda boshqacha edi. Mana bular o'rnida svet. Plus 3 qator полный svet dastak mashta. Keyin qolganlari boshqa narsalar edi. Podval ham bor aytgancha. Men bunda podval qurganmanmi yo'qmi? Mayli. 3-etaj qurib olaylik. 3-etaj shu qismda quramiz. 3-qismda podval quramiz. Hop. Kim agar ism bo'lsa podvali bedrock blok poli kesvetlari unaqa emas, boshqacha qilganda. Keyin bitta sekretni komnata bor. Sekretni roomni shunaqa edi. Yashirin qo'rg'ul. Yashirin xona xullas. Keyin o'sha yerda men yashinardim, Kamolon Bekimni o'ynab. O'tiradigan bo'lsa, ya'ni buni bo'lsa, ism ko'rinmaydi. Shunaqa o'tirardim. Yo bo'lmasam basseynga kirib olib, ko'rinmasdan qolib o'tirardim, ammo ko'rinmasdi. Basseyn ham bor edi. Men uni uyda berkimga o'ynagan, uni yashirin xonalar bo'lgan. Uy g'alatiroq, lekin hozir bu ham uncha qolishmaydi. Bu lekin agar bug' hisobga olsa, o'rgimcha tor lekin bug' qilib chiqargan. Bug' qilib hisobga olsa, u mendan 1-2 blokmi, 3 blokmi, uy baland, lekin 3-etaj uy. Hali u 6-etajga qurdim uni. Hali ko'p quramiz. Men 6-etajga qarayman. Xullas, men buni uyimni bitirib olaman podvallargacha. Bitirgandan keyin boshqa narsalar o'tkazamiz. Masalan, mehmonxonani ichini bezatib chiqib, oxirigacha yetkazamiz. Keyin yana yo'llar qilib, kutubxona, basseyn bo'lsa katta emas, kichkina quramiz. Chunki katta bo'lsa yoritish iloji yo'q. Undan keyin monsterlar ham etib yuradi. Shunga mashina yo'li qilishim yo'q, kerak emas. Mashina yo'li qilsam hamma joy ajib bo'lib ketadi. Chunki mashina yo'li quradigan shahar emas, bu kichkina. Masalan, mashina yo'li quramiz, yuradi. Bu yerda masalan kutubxona, keyin yuradi. Bu yerda yoki magazin, benzin zapravkasi, keyin katta bo'lib ketadi. Buni xohlamayman. Shaharcha, kichkina qishloqqa o'xshagan shaharcha quramiz. Taglik oldingi shahar ancha yaxshi edi. Bagbuk katta devorlar paydo bo'lgan. Agar hozir paydo bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Bitta narsa qilsa paydo bo'lishi mumkin. Agar masalan odam telefonlari eski, unda ham kirsa shunaqa paydo bo'ladi. U kirsa adashmasam, u kirsa ham anoqlarda shunaqa paydo bo'lishi mumkin. Yana bilmadim. Hali bitmagan ishlarni hisobga chiqamiz. Nechadan qilardim? 2dan qilganmiz. Shuni hisobga olsak, hop qurishni boshladik. Hozir ovozimni baland qilaman, agar ortiqcha ovoz eshitsanglar uzr so'rayman, ming bor uzr. Qanday boshladik.
Xullas obunachilar, ortiqcha ovozlar maksimum VIP bo'lib ketdi. Shuning uchun ovozim bilan gapiraman. Las quraveramiz. Men eski uyimning analari esimda emas. Eski taxminlar esimda emas, lekin har bir qavat 8 blokdan iborat edi, adashmasam. Hisoblab ko'ramiz. Tak, 1 2 3 4 blok, 5 6 7 blok. Bitta blokka kamayib ketdi. Mehmonxona noodatiy bo'lganda oldingi safar bu sal g'alati. Nimadir qo'shishni xohlaman, lekin nima aynan oddiy sotuvchi mehmonxona bo'lib qoldi. Kishim deb shunday o'yladim. O'lim o'rtasida maksimum shuni quramiz. Kattakon joy qilsak, keyin shuni quramiz, keyin hovli bir basseyn, keyin yana qulay narsa qo'shsak, faqat u VIP boylar xonasi bo'ladi. Mana shunaqa VIP klientlar uchun shunaqa quramiz. Agar esimdan chiqib qolmasa, endi uy qurishga o'tamiz. Tak. Bittasini aytib o'tishim kerak. 51 tadan 59 ta obunachiga erishdik. Sizlarga kattakon rahmat. Lekin men maqsadim 60 ta. Sizlar yordaminglar bilan 60 ta obunachi ham bo'laman. Men blok qilmay qo'ydim, bo'lmasa. Pastdagi blok. 60 ta obunachiga bitta obunachi 60 ta bo'lamiz. 65 ta bo'lamiz. 70 ta bo'lamiz, 75 ta bo'lamiz, 80 ta bo'lamiz, 85 ta bo'lamiz. Keyin 90 ta bo'lamiz, 95 ta va nihoyat men orzuyim 100 ta bo'lamiz. Yangi yilgacha agar 100 ta bo'la olsa, yangi yilga sizlardan katta sovg'a bo'lardi. Men kutib qolaman, sizlar menga 100 ta obunachiga erishishga yordam berishinglarni. Tak. Obuna bo'lish qiyin joyi yo'q. Shunda bosasizlar bo'ldi. Odam uchun podteshka bo'ladi. Men ham o'ylardim blogerlar shunchalik oson aniqlardi deb. Mayli, like bosib qo'yaverim. Keyin like bosardim. Keyin o'zim bloger bo'ldim, adashibman, yomon qiyin. Videoning ustiga o'ylaysiz, yaxshi qanoq to'playaptim yo'qmi deb, yaxshi to'plasin deb o'tirasiz. Keyin shunaqa qilib o'tirasiz, keyin videolar ustiga rasm tayyorlash, keyin boshqa narsalar. Lekin men montaj qilishni tushunmayman, kesib olish bosh tushunaman. Agar meni masalan 99 ga o'ynasam, hammaga uzr. Xullas, mayda, nima deb o'tirdim. Korotchi obunachilar, men yangi yilgacha 100 ta obunachi bo'lishim kerak, sizlardan katta sovg'a bo'ladi. Keyin blogerlar qiyin o'ylarni montaj qilishni uncha tushunmayman. Esim keldi. Keyin masalan 99 kunda yoki boshqa videolarda ko'p, masalan 20 minutlik, 25 minutlik video bo'ladi-ku, o'shalar orasidan bitta shortsga video yaxshi, masalan yaxshi mayda men bunaqa qildim deb bitta video kesib olib, u videoni montaj qilib, masalan
zo'r voqea bo'ldim. O'shani montaj qilib, ana masalan Rivals degan Roblox o'yin bor, ochim o'yin. Men unda yomon zo'r o'ynaman. Unchalik zo'r emas, lekin levelim 50. 50 yaxshiroq o'ynaman. Agar o'shalarda agar o'shani o'ynasam o'shandagi voqealarni kesib olib shortga joylayman. Xuddi boshqa blogerlarga o'xshab. Qilgandan keyin sizlar menga like va bunaqa berasizlar. Undan men xullas boshidan bir haftadan beri video qo'yayapman. 40 ta obunachi bilan boshladim. 41 ta bo'ldi, yo'q 40 dan bo'lganda. Bir mal obunalar keldi, keyin video qo'ymadim, 40 ta bo'ldi. 40 ta bo'lgandan keyin 42 ta bo'lgandan keyin men video qo'ymadim. Yarim yilcha qo'ymadim video. Keyin imkoniyat paydo bo'ldi, ya'ni oyim yangi telefon oladilar, menga telefon qoladi yanvar oyida. Keyin men videolar chiqishni boshlaydi, keyin o'zimga ham ishtiyoq bor edi. Vaqt bo'lmayotganda boshqa paytlar. Shunaqa qilib ben video qo'ydim. Keyin undan hozir 59 taman. 17 ta obunachi bir hafta ichida 17. Sizlarga kattakon rahmat. Lekin bu meni anaqam bo'yicha kanalimdagi eng tez kuchayishlardan biri. Men kanalimda masalan bir hafta video qo'ydim, 10 ta obunachi topganman maksimum. Keyin video qo'yaverganman. Taxminan 5 o'cham video qo'yganman YouTube'ga. 5 o'cham qo'yganman. Ochganimga deyarli 1 yil bo'ldi. 5 o'cham video qo'yganman ochganimdan beri. Keyin o'shanda 40 ta obunachi topdim. 40 ta obunachi topdim. Shunaqa qilib 40 ta obunachi topganman. Keyin video qo'yishni to'xtatdim. Chunki zerikmadim. Vaqt bo'lmadi, oyim telefon bermadi. Shuningdek umuman yozda telefon, oyim telefonlarni umuman qo'limga ham ushlaganim yo'q. Boshqa narsa qilganim yo'q. Yozda ham qishloqqa bordik, telefon gum bo'ldi. Lekin men video olgim kelmadi. PUBG bosib o'tirdim. PUBG bosayotganimcha oyoq kiyimimni kimdir uxlatib ham ketibdi. Yo'qotib ham qo'ydim. Keyin shoshilinch, ya'ni Toshkentga qaytayotgan paytimizda qaytayotgandikda keyin bir amallab topdim. 2 soat o'ynadim o'zi ham. Arena o'ynadim. Men katta kartalarga tushmayman, chunki har doim tushaman. Yaxshi yutqayotganimcha juda zo'rmanda. Keyin bitta komanda keladi, o'tib o'ldiradi. Ikkinchi imkoniyatdan beriladi. Ikkinchi imkoniyatdan tushaman, o'lib qolaman. Arenada o'ynab mazza qilib zo'r o'ynayman, lekin levelim kuchaymaydi. Ko'p o'ynaganman, levelim 18. Keyin ancha oylar oldin kontrol o'ynagan videomda bitta akamiz PUBG akkauntlarini aydlarini shunaqa yozib qo'yilibdilar. Agar uni qilishim mumkin, agar PUBG o'ynasam, lekin hali mas hech kim bilmaydi. PUBG o'ynaganini hech kim bilmaydi. Uni yashirib qo'yganman, telefonni topolmaydi. Samsungda bitta anaqa narsasi bor, funksiyasi, ilovalar yashirsa bo'ladi. Uni umuman topib bo'lmaydi. O'shani qilib chiqqanman. Xullas bugungi videom tugadi. Obunachilar hammaga xayr. Keyingi videolarni ko'rishguncha, chunki 15 minut bo'pti. Bu normalsan ham ortiq bo'lishi mumkin. Hammaga xayr. Ko'rishguncha kanalimga obuna bo'linglar. Hammaga xayr obunachilar.